Vay. Vay. Yasin efendi yaxshimisiz? Ha, yaxshi, o'zingizcha yaxshimi? Men yaxshi. Men siz oldin qitim oltin sotgan oltin do'konining xo'jayini. Esingizga oldingizmi ya? Voy, albatta esimda bo'lsizda. Ha, telefon qilibsiz. Oltinlarniki sifatida mas'ul kelmaganda? Ha, Yasin efendi bunday ish. Meni soqchilar izlabdikan. Mavu oltiningizning kelish manbasida biror chatoq yo'qdi, ha? Ha, xushmaslik qilibdi xo'jayin. Ha, men shu soqchilarning yana berib, shu oltinniki kelish manbasi to'g'ri tushuncha berayotgan. Siz uni xotirjam bo'ling, hech qisi yo'q. Ha, unda bo'lsa mayli. Men shu o'zimcha ansirab, mush ishni bir oydinlashtirib o'tay deb so'ng telefon qilgandim. Sat oldi, ha? Hech qisi yo'q. Aras, Yasin efendim. Qo'lingizda yana mal bo'lsa, hamkorlashsak bo'ladi. Ha, shu azroq mal bor deyman. Hammasi bunda qilayli. Sizning qo'lingizda qanchalik mal bo'lsa, men shu asli bahasi bo'yicha setib olay. Qanday? Bo'lamdi ya? Voy xo'jayin, sizni bosh odam emas ekansiz juma. Qo'limda mal borligini bilib qolibsiz-a. Qaraganda xel paysinapsiz. Ammo nima bo'lsa, men erta shu mallarni ham yeningiz o'tay. Ondan keyin qog'inni ko'rishib, deyshanda qo'da. Ha, bo'ldi, chatoq yo'q. Unda saqlaymi juma? Yenimdeki pullarning yarmini xashlab bo'ptimi? Qilib qolgan 5-6 million pul bilan yurak toza to'xtamaydi ki. Yana azroq oltin ko'paytib sotayjimi? Ashna qilay. Burun kichik vaqtlarimda bingorning yog'ichini mushta tizishga omraqdim. Endi ziqcha oltinlarni tizyaptim. Shunchalik bo'lsa yetdi. Yete, Yasin, yete. Oldin qitim satgan oltinlaringmi saqchilarning diqqatini qo'zg'ab bo'ldi. Bu da yana mundaq kelish manbasi aniq bo'lmagan ko'p miqdorda oltin satsang, saqchilar seni chuqum izlab qolarmiki? Oldin qitim momamdan qolgan oltin deb qutulding. Bu da yana momamdan qolgan oltin desang, giping chak basmay qolarmiki? Oldingi qitim momam man qoldirgan oltinlar dedim. Bu da saqchilar so'rab qolsa, momam dadam qoldirgan oltinlar ekan. Dadam baldur tugab ketgachga bu oltinlar man qoldi desam bo'g'dak. Ash qilib, men oltin o'g'ilmidim. Saqchilarmi isbot topolmaydi. Qitimliq hamkorligimizmi cho'qim yaxshi bo'ldi. Men masha o'ylayman. Qilji. Rahmat. Yaxshimisilar? Yaxshimisiz? Yaxshi efendim. Sizdan so'raydigan azroq ishlar bor. Masalan siz o'tgan. Ma'qul. Men yeni kelma shu vaqt parashga qolaman. Ma'qul. Mayli. Men nima dedim Yasin? Saqchilar mushundaq izlaydi. Satqining o'rik emas, ziqcha oltin. Bunda seti vasang, hammani o'zing ish topsa.